I'm having my breakfast. I'm having my breakfast. I'm eating my croissant. I'm drinking my coffee. I'm having my breakfast. Salam do'stlar, bugungi videomizda biz sistemlik ingliz tili, erkin bilan sistemlik ingliz tili kun tartibining 3-videosi, ya'ni rad tartibi bo'yicha bugungi videomizda biz hozirgi zamon davomlashayotgan jumla shakllari to'g'risida paranglashmoqchimiz. Diqqatingiz davomli videoda bo'lsin. Her zaman bakıda takılay ben sana. Hozirgi zaman davomlashayotgan jumla shakllari deganda ismidan chiqib turdi, naq hozirning o'zida bo'layotgan ishlar. Masalan, men gap qo'yapman, men dars o'tyapman, siz anglayapsiz, o'ylayapsiz, men atiyalik nashligimni qilyapman degandek. I'm having my breakfast. I'm eating my croissant. I'm drinking my coffee. I'm having my breakfast. I'm speaking. You're listening. You're thinking. You're learning. We are learning English. We're all learning English. Mushu jumla shakllari hozirgi zaman davomlashayotgan jumla shakllari bo'ldi. Endi jumlani qanday tuzaymiz, jumlani tuzashning formulasi qanday degan chog'da shu ekranga chiqarib qo'yman. Albatta jumlamizning bishini egi bilan boshlaymiz. Men, sen, biz, ular, bizlar degandek. I, you, we, he or she or it, they degandek. Uning keyiniga ham be degan bir fe'lni qo'yamiz. Ya'ni bu yerga be degan fe'l shu ekranga chiqarib qo'yman, hammamiz bilamiz. Bo'lsa deganni ifodalaydigan fe'l. Ya'ni men bo'lsam, siz bo'lsang, sen bo'lsang, biz bo'lsak degandek. Egining keyiniga be ni ifodalaydigan fe'l uch xil bo'ldi, ya'ni bilsizlar, am, is, are. Be vakillik qiladigan fe'llar bo'lsa am, is, are. Demak, egining keyiniga bevosita be'ni qo'yib ishlatmaymiz. Be vakillik qiladigan muvofiq bo'lgan bir fe'lni ishlatamiz. Jumlamizning egisiga qarab turib saqchi keldi. Jumlamizning egisiga qarab turib muvofiq bo'lgan bo'lsa degan ma'noni ifodalaydigan be fe'lni ishlatamiz, ya'ni I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is degandek. Bu fe'lni ishlatib bo'lgandan keyin uning keyiniga ham shu jumlamizdagi eng muhim bo'lgan sharkatni ifodalaydigan fe'lni qo'yamiz. Masalan, abajaq biz deyapmiz, yeyapman, ichyapman, anglayapman, so'zlayapman degandiki, anglash, ichish, so'zlashish, o'ylash degandek fe'llarni ifodalaydigan fe'lni qo'yamiz. Uning keyiniga intayin muhim ing ni qo'shamiz. Ing degan uch harfni, masalan, ma'lum bir ishni davomlashayotganligini ifodalaydigan ing degan uch harfni qo'shamiz. Qo'shgandan keyin bu jumlamiz bir mukammal bo'lgan hozirgi zaman davomlashayotgan jumla shakllari bo'ldi. Bu formulani men ekranga chiqarib qo'yman mishaga. Yana bir ko'rsak, I am listening, I am speaking, I am thinking, you are learning English. I'm having my breakfast. I'm drinking my coffee. I'm having my breakfast. Bu yerda deyishingiz mumkin, nimishqa aytganda yoqi having breakfast deysiz, eating demaysiz. Atiyalik tomoq, nashliq deganda yeymiz, yeydigan narsa deymiz. Shu atiyalik tomoq, tushlik tomoq, kechki tomoq kelgan chog'da tomoq yeyapman yoki nashliq qilyapman deganni ifodalaydigan, shu yerga yeyish ma'nosini ifodalaydigan so'zga have ni ishlasak bo'ldi. Have lunch, have breakfast, have dinner degandek. Odatda shu have ishlatildi. Ama eat desangiz xato bo'lmaydi, ammo normalda hayotda shu qoidada qiliplashib ketgan shakli have. Ya'ni men bu yerda ta'kidlamoqchi bo'lgan yana bir jumlamiz bo'lsa, I am growing. I'm growing. I'm growing. Bu yerga to grow degan fe'l, ya'ni ma'nolar balki bugün paqam bo'lishi mumkin. O'sib yetilish degan ma'no. Uyg'ur tiliga o'xshash o'sib yetilish degan ma'noni ifodalaydi. Men demoqchi bo'lganim o'syapman, ya'ni yeshim cho'nglayotdi emas, balki u ma'nosi bor, chunki kundan kunga har birimizning bir kun o'tgandan keyin, bir yil o'tgandan keyin hammamiz yeshaverlaydi, yeshimiz cho'nglaydi.
o'sbitlayapman degan ma'no ifodlaydi. Cho'ng'iyapman degan ma'no ifodlaydi. Undan sirt ko'pincha hollarda masalan bir ishlarni tushunyapman, bilyapman, turmushdan saboq yakunlayapman, tajriba yakunlayapman degandek. Masalan, 3 yilning oldida Angliyaga kuch berishni, yangi bir hayotda, yangi muhitda, yangi bir tajribalarni yakunlashni qaror qildim, chunki I wanted to grow. Chunki men o'sib yetilgim bati. Fransiya deganga men ko'ngan, 10 yilni yaqin shahar yashab ko'ngan, bu mening comfort zone, ya'ni men rohat his qiladigan muhit bo'ldi, comfort zone. Hammamiz faqat har qanday bir odam shu rohat zonadan, rohat his qiladigan muhitdan chiqqan vaqtida, ma'lum bir ishlar challenging bo'lgan vaqtida, yangi bir muhit, yangi hamma narsalar bir challenging bo'lgan vaqtida, aniq bu yerda bir o'sib yetilish bo'ldi. Shu sababdan men shundan oldida Angliyaga ko'chib berishni plan qilgan. Ham real turmush ishlatgan, intayin haqiqiy ishlatgan jumlam bo'lsa, shu do'stlarim so'rag'atida I wanted to grow degan. Bu yerga to grow deganimiz shu yangi bir tajribalarni, saboqlarni yakunlagan ba, yangi narsalarni o'rgangim ba, o'sib yetilgim ba degan ma'no bo'ldi. Ba'zi do'stlarimizning turmushida shunaqa turmushda o'ngsizlik uchragan bo'lishi mumkin. Palanchi bilan yo'liqib, nayt bir nachar bir xatolik bo'ldi hayotimdagi yo'qimsa, bir nachar bir aslimlar qoldi, yaxshi bo'lmagan aslimlar qoldi deyish mumkin. Yo'qimsa ba'zi bir xizmatlardan chiqqan vaqtimizda intayin nachar bir tajriba bo'ldi menga nisbatan. Yoqtirmadim, nachar bir aslimlar qoldi deyishinglar mumkin. Yo'qimsa palayada yashadim, palanchi bilan tanishdim, pistanchi bilan tanishdim, bu bir nachar odam bilan tanishib qoldim. Hayotimizga yo'liqqan har qanday bir odam ma'lum bir sabab bo'ldi u yerda. Har ishda bir xayrlik bor, har ishning bir sababi bor degandek, ma'lum bir odamlar bilan yo'liqqan bo'lsangiz hayotingizda, uning bir cho'qim sababi bo'ldi. Shuning uchun mayli turmush olsun, xizmat olsun, hayotda bo'lsin, nachar tajriba deb gap bo'lmaydi menimcha. Beshingizni o'tkazgan har qanday bir ish, yo'liqqan har bir odamingizdan o'rgangan narsangiz, beshingizni o'tkazgan xizmat bilamdi, turmush bilamdi o'tkazgan tajribalaringiz, siz faqat bir narsani his qilgan bo'lsangiz, ma'lum bir tajriba saboqlarni yakunlagan bo'lsangiz, bir narsani his qilgan bo'lsangiz, bu bir yaxshi tajriba. Nachar tajriba bo'lmaydi hayotda. Faqat bir narsa o'rgandingizmi, u cho'qim sizga bir foyda manfaat olib keladi kelgusida. Because you are growing, I am growing, we are all growing and we are learning English. Okay? Daha bugungi hozirgi zamon davom etayotgan jumla shakllaridagi to'g'risida paranglashimiz mishagichi bo'lsin. Kelar qatimli videomizda o'tgan zamonga o'tamiz. Kelar qatimli videomizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.